Mana shu Podomzor ko'chasi 2016-yildan beri shu ahvolda qishin yozin loygachilik, yozda tuproqning chang to'zonligi bilan loy bosib yotardi. Loy oqibatida mana shu yerda boradigan maktab o'quvchilari yurishga juda qiynalyapti. Mana hozir Xudo xohlasa mana tosh kelishni boshladi. Mingdan ming rahmat prezidentimizga shunchalik g'amxo'rlik qilib turib, mana shu ko'chamizni obod qilish uchun biz bundan juda minnatdormiz. Guliston tumanidagi ichki yo'llar ravon manzillarga aylanmoqda. Hududda 381 kilometr uzunlikdagi ichki xo'jalik yo'llari mavjud. O'tgan 2025-yilda 71,8 kilometr uzunlikdagi ichki yo'llar asfaltlashtirildi. Hozirda Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi va uning tarkibidagi tuman yo'l korxonalari tomonidan hududda ta'mirlash ishlari davom etmoqda.